Birazını azdırıvatsaydın bu yerden. Hay menga. Hey, bu da çok mühim işten birisi var, kılamsa. Qalay? Ben kazan acaba paylaması kaldı ya. Ben sizin otunuz için taz köymeye batırdı cuma. Meni otumu, qazanning otumu. Siz o, ben degan qazan. Şunun için ben sizin otunuz pek yalqıncımaya batırdı. Ha, hamsa tamoq yegash birga paranglashaylik. Men yolg'iz, siz yolg'iz. Bunda bo'lsa da ichib pishib qoldik ya. Paylaqchilik qilib yuribsan-da. Mallalmi yanı bağ bu yerda men. Ular hozir mangda ishlar mening deginim bo'yicha bo'lsin, ha? Yaş bo'lmaganda? Tutum qayrilib ketgan o'xshaydi juma, pek og'rib ketbardi. Sizden birer tanışınız mı? Yo'q, asta-asta tunishimiz. Mangmatamda. Ochiqchimni saldingmi? Akilay, ochiqchimni saldingmi? Ma rasmlar taqilib ketib qolmisan. Voy, qanday qilsiz bir qiling a? Sizning qo'lingizdan mushta ishladim deb nimgarlashdi. Ha, Qadiya, ben sana tapılgan işler qanday olib ketdi? İşlarni siz degan bo'yicha bir taraf qildim. Men Nargiza degan qizlar İmron degan bilan so'rishib yuribdi masana. İmron? Direktör, bu etkilerden gelip kapısı kal. Siz menden mi burun kepsiz qo'yibgan, ha? Men atiga kelsam bo'lmamdiki. Yoki etganda birer yangi o'rlashtirish bormidi? Yo'q, ukam. Boshqa yangi o'rlashtirish yo'q. Bugun atiganda kelishimdagi maqsad sizga davrak. Siz bilan azroq bir turmush to'g'riliq bir paranglashib gap qoldi. Qani, mana kelin, men o'tiraman. Bu yerda o'tirsam qanday bo'ladi? Yo'q, bugun siz shu o'rinda chuqum sizda o'tirsiz. Qani, o'tiring ukam. O'tiring. Ben bu sizden dadınızga o'xshash qaram. Dadınızga o'xshash desem xafa qilmaydigansiz? Yo'q, qayr. Ondan sonra gapimni ochiq da'vadim ukam, ha? Sizning loyiqingiz bormi? Valde tatmay davrim. Siz bu shirkat kelgili xili uzun bo'lib qoldi. Ikkimiz jiq hamkorlashdik. Siz meni tushunsiz, men sizni tushunmayman. Shuning uchun bizning ortog'imiz pek tatınızga ish yo'q. Tatmay gapingiz davrim, ukam. Loyiqingiz bormi? Ben texi bu işlerini oylaşmadım. Nimishqa? Uyga uya bu yerlardan elchilar kiryotidi. Lekin ko'nglimga yoqidek biroz tex chiqmadi. Ha, bunda dem. Unda bo'lsa qarang. Rifatga qanday qaraysiz? Rifat, jalliq, tetik, bek. Ha? Shoq. Ben sizin onun karakterini belgilep veriyorum demedim. Benim demek ki onun bir azrak bir yerleri sizge bunda bir sizni tatılga bunda bir yaxshi ko'rgan yerleriniz var mı demek ki? Direktor, Rifat'tinki qiz do'sti bor, tunugin tex birga o'tirib tomoq yedik. Nima deysiz? Qiz do'sti bor? Voy, hatta siz tex birga o'tirib tomoq yeyishdingizmi? U qizlar kimkan? İsmi Nargiza. Nargiza? Bo'ldi ukam. Degan gapimni ochiq davray. Men bu Nargiza degan qizlarni qat'iy yoqtirmayman. Uni o'g'limning ilishig'iga men qo'shilmayman. Bu to'yda mening deginim degan. Uningizga sizmi bilasiz. Mening o'sha bir talla o'g'lim bor. Kelgusida meni topgan taginimning hammasi o'sha o'g'lim qoladi. Shuning uchun men buning to'y ishiga kelganda nat atrofliq o'ylashmasam bo'lmaydi. Nat ichki o'ylashmasam bo'lmaydi ukam. Direktor, her bir ko'ngilniki o'ziga tushliq tanlashi bo'ldi. Menchi bo'lganda bu ishlarni taqdirga tashlab beraman. Taqdir. O deganingizmi to'g'ri. Lekin mush baxt peshonasi bitilmasa vaqofka. Hammish bekor. Sizlar yoshlarga bu taqdir deblam nurg'un oldinliq kelgan mush omadni qochirib o'tgansizlar. Unda qilmanglar fikrlarim. Direktor, buncha ko'p ishlar boshqatirishingizning mencha hojati yo'q. Her bir işning vaqti sayti bor emasmi? To'g'ri. Lekin sizga bunda deb qo'yay.
Men sizni haqiqatan o'zimning qiziga o'xshash yaxshi ko'raman ukam. Shuningga ba'zi gaplarni sizning oldingizda tatmay da'vatim. Agar imkoniyat bo'lgan bo'lsa, ash qizvalning qo'lidan o'g'limni bir qaytirib akagan bo'lsangiz, men sizdan to'liq xushal bo'lgan bo'lardim. Mening o'ylaydiganim ukam, mening yeshimim bir yer berib qoldi. Men agar mush shirkatni, mush zavodlarni ishkanlarga topshirib, ishkanlar zavodlarni chiroyli boshqarib mansanglar, men bu chiroyli xotirjam bir damlashni olgan bo'lsam, bak yaxshi o'tdi ukam. Siz bilasiz qiram. Men sizni xuddi o'zimning qizdakli ko'raman. Shuning uchun bugungi mush gaplarni sizdan hech qanday bir gapni aymay da'vadim. Mush ishni bir obdiriq bir o'ylashib beqishingizni umid qilman ukam. Bo'ldi ukam, bo'ldi. Unda bo'lsa bu gaplarni siz obdan bir o'ylashib beqing. Qolgan gaplar bo'lsa keyin bir ayrim yeri paranglashamiz. Boshqa o'rlashtirgan ishingizni o'z qilaversangiz bo'ldi ukam, ha? Ukam. Bo'lsa, men bay degan gaplarni bir obdiriq bir o'ylashib baqqan bo'lsangiz bo'ldi. Nima keldingiz bu yerga? Nima ish uchun sizni apu so'rab keldim. Ha. Tanishingiz qanday oldi? Ben payt bo'ldi. Men og'zimni. Bo'ldi, o'tgan ishlar deyishmayli. Meni xizmatkorlashtirgan ishni. Men o'ylashib boqay. Rifat aytib o'rlashtirsin degan to'g'a. Unda siz berib Rifatni izlang. Siz meni rostla xafa bo'libsiz-a? Sizdan nima ish qabul etdim? Ben bu konumotol minib yurayvermay, muqim bir ayet ishlab, pul tepib, mashinani birini olib, oyoqning payini surib yashay. Ha, eli qiz bola mashinasiga selib, shamsha cho'glaydiganmi? Uni misolaman, sizni misolaman. Yo'q, buni motoga sizni mashinaga chiqaraman. Ay bo'ldi, kichik boladek yaqmay to'la. Agar mashirkat ishlaydigan niyatingiz bo'lsa, talatinda qilaydigan aloqangizni o'zing. Mashirkatning obraziga berib taqildigan ish ma'qul. Ha, ma'qul. Bundan keyin siz bilan aralashman. Voy bo'lsa mashirkatga siz bilan aralashing. Mavda ushmikonli yigitlarni emas. Voy bo'ldi, chiq gap qilmay to'la. Menga kimlik kuchuringizni undidor ta'minlab bering. Men necha kun ichi xabarini beraman. Ha, ma'qul. Sana yakışmış kız oldun melat yürümedi yine mi? İmran, Uy. yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Nima turib ketdingiz? Sizni saqlab turdim. Ha, unda bosmamda. Mangli. Adam mashinada. Bingsing olsa, gap tushirib ol. Tushunding? Bu nima shop ketdi? Qiz do'stini olib ketdi-ku. Xap to'xtabdi Imron. Ha, asli musha shu ekanda.
Voy, bu sizkensiz-ku. Ha, shu men. Bak, eskikansiz jumosiz. Aba yo'lda ketmasam, qarabmi qo'ymay o'tib ketdingiz. Kayningizda mengib keldim men. Utunuz qayrilib ketgan uyda o'tirmay sirtda nima ish qilsiz? Utum qayrilib ketgan bilan og'rib ketmadi. Tuniga kech dori surkab yasam, ishqilib yenib o'shib qolibdi, qarabmi? Ha, yaxshi bo'pti. Haras bir-birimizning ismini so'rashmabdik. U o'zingizning sho'ri. Siz so'ramsangiz men so'ramdim. Ha, ismingiz nima? Deb bermayman taza. Ko'nglim keldi mening. Ha, bo'pti. Mening ismim Dilyar. Deb bermisiz? Men sizni go'zal qiz deb chaqiraman. Boshqa bilan karim yo'q. Mayli, o'zingizning sho'ri. Qarasam zirkib ketgan o'xshaysiz. Turmush tutqach birdan aylanib kelmamdoq. Ma'qul. Direktor sizning bozor ichish xizmat qilishingiz qo'shilmadi. Nimishqa? Sizni ishxona xizmat qilsin, qo'shimcha boshqaruvchilik xizmatini qilsin deydi. Hali yoq desamchi zo'lab boramizlar. Ay, nima davomli direktor degan yerdan chiqmaysiz? Nima o'rnim bilan qarshilaysiz? Ya maqara. Mening sirt bozor ishqinimmi dadamning dardiga darmon bo'g'ina. Hamda jex pul topqinim hisobimda tushunozmi? O xizmat yo'q, qarang o'g'illarga mos kelmaydi. Qizlarga bekerak mos keladigan xizmat u. Siz tazjiq o'qimaganmi ya? Enishtimning nisbiylik nazariyasini bilamsiz? Hozir nerede ish bor ekan, qiz bolani qiz bo'ldi, o'g'on bolani qiz bo'ldi deydigan. Bu mening qarorim emas, shirkatning qarori. Men faqat boshqaruvchi bo'lishim bilan bu xabarni sizga yetkazyapman. Unda vasvaqo, men gapimni astayla anglang. Podshoh aka buyruq so'qsimi, ishlamayman. O'zma? Men sizga necha qitim dedim. Men birisidan buyruq talab qilib gap qilish bilan qo'sham yo'q deb. Yo'qmismi yo'da? Dada. Maaşxona kiramiz. Balam, 3 kundan keyin imtihon natijang chiqdi-ku deyman. Bu imtihon natijang chiqqicha, men zavod kelib, ancha-muncha menga bir qarishib, yar yo'lakda bo'larmikin desam, ya'ni o'zingning ishini qilib lag'aylab yurding degina. Dada, Ha, sen yar yo'lak bog'idagi ish qildingmi? nima bo'ldi? Nargizang nim dedan? Nim debdimmi balam? Men u qizlarni yoqtirmayman. Shuningga keyniga adam sab qo'ydim. Qanday bo'lmabdimi? Bu ishlarni bo'ldi demak. Nargizani men bilan yurmaslik qistidammi, qistimda? Nim balam, nimishqa mendan bu gumon qilsa, men faqat bu qizlarni yoqtirmaganligim uchun keyniga bir adam silib, ash qizlarning bir ahvolini bir egallab beqinglar deb adam sab qo'ydim. Mana bir obdan egallab kelib, hamma ishlarini bilan rasm tortib akibdi. Ko'rpaqa men rasmni buni. Bola ajassiz. Sen qiziq odam bo'lib qolibsan dada. Bu cho'p-cho'q qolgan kishining oqiq ish bilan silib numus qilmamsan. Sen numus qilmagan bilan men numus qildi ekanman. Ey, nima deyapsan? To'l qalaymagan jo'limijmi? Men degan sening dadam. Dada o'g'andan keyin ham daddak ish qilmamsan. Ey balam, men senga kuyinib qilyapman bu ishni. U qiz bola o'g'il bizning oilamizga mos kelmaydi. Bo'lmaydi. Men seni bir yaxshiroq yerdan bir qiz bola tepib, obdan to'yini qilsa, kelgusi turmushi baxtli, ko'ngilli bo'lsa deyman. Tushundingmi? Dada degan balaga aytib kuyindi. Ay, sening davron o'tib ketdi. Ana bilan mana bilan amas keldi deydigan. Hozir 2022-yil. Ha, nima bo'ldi? Bu zamon agishibrak mang'ayli dada. Ha, qanday agishimiz? Qara. Hamma ishning vaqt soati bor, shundaymi? Bugun kishini at qilsa qolmaydi, atdir kishini bugun qilsa qolmaydi. Men turmush qurganda turmushga cho'kadigan, yoshlikda yoshlikning payzini suradigan, xizmat ishlagan xizmatga cho'kib, xizmat suyib turib ishlaydigan vaqtda, shundaqmi? Unda bo'lgandan keyin mening hozirgi vaqtimda huzurlanadigan bir
Huquqim bordu mening? Ba. Ha, unda bo'lgandan-keyin mening fikrimga hurmat qilsa, mening ishlarimni amalga oshirsa. Bo'ldi balam. Bugundan boshlab bag'o. Sen nemini xohlasang shu ishni qil. Sening erkinliging bor. Nim qilsang bo'laverdi. Lekin men senga deb qo'yay. Ma to'y ishi kelganda bag'o, mening diginimni olsa. Tushundingmi? Voy dada, sen hammasini sodiqlam aylantirib ol ekansiz deyman. Bu hozir sening tamg'an bilan shu vujudingni akab bergan bo'lsa, tamg'in uriblam peshonam chaplayotgan bo'lsang, ha? Nima bilan davatsi balam sen? Nima bilan deganimni o'zing tushunsa. Men Nargiza bilan to'y qilaman. Men Nargiza bilan to'y qilishingga qo'shilmayman balam. Mening nurg'un o'yliga yerim bor. Shunda ota-onasi esil, qiz bola o'zim esil yerlarim bor. Shuni ol qilsa, bu qiz bola to'y qilishingga qat'iy qo'shilmayman. Aldingmi? Jahil qirib qolibsizmi dada? Ha, bolalar bu gaplarni deyishmaylar. 3 kundan keyin kelib xizmat tushiman. Muzot kepma? Mana ma kepang bo'ladi balam. Zavod kelib ishlamamsa mana chiroylar. Lekin 10 ming qo'ydim, bir set tuvang chiqib qolsam, boshqa zavodga ketirgan ish qilishmi? 10 ming qo'y? Hey, sen boshqa kelib ishlaysan. Sening ishlagan natijang qarab ish qilamiz. 10 ming qo'yga loyiq ish qilsam, 10 ming qo'y beraman. Uningdan yaxshiroq qilsam, uningdan jiqroqni berishim mumkin. Tushundingmi? Ma'qul. Hamsi maldiman. Ma'qul. Yana pul bormi? Pul yo'q-da. Ey balam, tek ölüşkili 3 ming qo'y berdim-ku. Nega opading o pulni? Dada, 3 ming qo'y nima keldi deyman hozir? 1000 qo'y bilan mayqachilayotgan tursam. Bo'ldi balam. Qolgan gapni keyin qilishlar. Imtihon natijang chiqqandan keyin qolgan gapni o'ta tafsil qilish. Men baqaga ishon qilaveraman. O'zim avozim bo'ldi. Dada, men sana deb qo'yay. Pulni yolg'iz saqlayverma. Men bir tal o'g'limga keyin chashqan yeb bitirgan ish qiljaman. Haras. Ava Nargizaning aqli sap qo'ygan shpioningga deb qo'y. Bugundan boshlab sal o'zini tutib olsin. Mening oldim uchrab qolsa, tug'ilganiga pushaymon qilib o'taman. Tamam? Qo'ypira. Hey, men sana deb qo'yay. Men bu bag'o odat odamni sap qo'ymadim. Ha, umo xilib o'ziga loyiq bir o'g'la. Sen o'zingga azroq yezib ol balam, ha? Ha, menim deb qo'yaysan senga. Mana, ishini qilaman.